uy sharoitida keks tayyorlab yaxshigina daromadga chiqishni bilarmidingiz? Hozir sizga keks shirinligini oddiy usulda pishirishni o'rgataman. Buning uchun bizga kerak bo'ladigan masalliqlar. Birinchi tuxumni chaqib olishdan boshlaymiz. Tuxum, shakar, vazelin solib oppoq qiynab yeguncha ko'pirtiriladi. Birinchi past skorsda bitta ko'pirtirib olamiz. Tuxum, shakar, vazelinni 3-skorsga ko'taramiz. Ko'pirgan tuxumimizga sutni solamiz. Past skorsda. O'lchab olingan razrixitil, soda, vanilini un bilan aralashtiramiz. Aralashgan massani ko'pirgan tuxumimizga solamiz. Past skorsga unni solamiz. Keyin 3-skorsga olib bitta aylantirib qoliplarga quyamiz. Birinchi moylanadi, keyin kunjut yoki mayiz, hamma xohishiga ko'ra bezaydi. Tayyor xamirni mishobga solib, 560 grammdan xamir tortamiz har bitta qolipga. Tayyor xamirlarimizni keks qoliplariga soldik. Endi buni pishirgani pechga uzatamiz. Tagi 230, usti 200. 30 daqiqaga pishadi. Agarda siz do'konda sotiladigan pishiriqlarni pishirishni yoki konditer sexingiz bo'lsa, hamda konditerlikni boshlamoqchi bo'lsangiz, menga obuna bo'lib qo'ying. Retseptimizni izohda yozib qoldirdik.